Yaqindagina qabulimga bir yigit keldilar. Ko'chada tursam, "Qora iltimos, men sizga aytib beradigan 3-4 ta narsam bor. Shuni jamoatga ayting, jumalarda ayting" deb o'zi iltimos qilganligi uchun aytib beraman. O'sha yigit qanday hikoya qilgan bo'lsa, shundaycha aytib beraman. Ba'zi bir behayo so'zlar bo'lsa ham mendan xafa bo'lmaysizlar. Shu yigitning o'zi aytayapti. Ibodatga kirdim, alhamdulillah. Ibodatlarni ado etyapman, lekin shahvatimni bo'ysundira olmayapman deydi. Bir kun ko'chada turibman, bir ayol kelib qoldi. Juda ham go'zal ayol ekan deydi. Haliginga shunaqangi tikildim, shunday qaradim, shu tesh vorsamu butun badanini ko'rsam degan maqsad keldi hayolimga deyapti. Yeb qo'ygudek bo'lib shunday qaradim, o'zi qanday hikoya qilgan bo'lsa shunday aytayapman. Kerak bo'lsa dedi, shu ichki kiyimlarigacha hozir ko'rsamidi deb havas qilib turibman dedi. Dod deb shuni ko'rsamidi deb turibman dedi. Bir yerda taksi kelib to'xtadi, taksiga chiqib ketdi ayol dedi. Ha, esiz-a. Shu ayolni bir ko'rishim kerak edi deb hayolimdan o'tdi dedi. Hech o'zim yig'ishtirib ola olmadim deyapti. Aradan bir ozgina o'tib ayolim kelish kerak edi dedi. Ayolim taksida keldi dedi. Mashinadan shunday tushdi-da, dadasi hech umrimda bo'lmagan bir ish bo'ldi-da, sharmanda bo'ldim-da debdi. Nima bo'lding desa? Taksida kelayotgandim, o'z-o'zidan ko'ylagimning oldidagi zamogi tarsillab yorilib ketsa-da. Taksichining oldida sharmanda bo'lib shunday bekitib, zo'r o'zim uddalab unda qoldim. Bilmayman, o'zidan o'zi yorilib ketdiligi zamok. Yechilib ketib qoldi. Hech bunaqa bo'lmagan edi. Hayron bo'lib qoldim degan edi. Tang aytib peshinamga urdi deydi. Ha. Xiyonat javobsiz qolmaydi. Shuni bilib qo'yinglar yigitlar. Kim o'zini xotiniga xiyonat qilayotgan bo'lsa, bilingki sizning xotiningiz bilan ham kimdir o'ynashadi. Xotiningizga xiyonat qilayotgan paytida o'zingizni xotiningiz ko'z oldingizga kelsin. Xotiningizga xiyonat qilayotgan paytida singlingiz ko'z oldingizga kelsin. Opangiz ko'z oldingizga kelsin. Onangiz, qizingiz ko'z oldingizga kelsin. Chunki zino, xiyonat hech qachon javobsiz qolmaydi. Siz kimnidir xotini bilan o'ynashar ekansiz, albatta sizning xotiningiz bilan ham o'zga odam o'ynashadi. Siz birovga shahvat bilan tikilib qarar ekansiz, sizning xotiningizga ham kimdir tikilib qaraydi. O'sha yigitning o'zi shunaqa deb aytganligi uchun men ham aytayapman. Dod deb tavba qildim deydi.